Malibu 2 mashinasini olib qo'yganmiz. Bunda bo'layotgan muammo. Motorda ozgina detonatsiya bo'lyapti, ya'ni salonda o'tirganda rulgacha и bakoylagacha vibratsiya beryapti. Hozir sababini ko'rsatamiz. Buning uchun biz mana podushkalarni ochib beramiz. Korobka podushka и motor podushka o'zini holatlarini ko'rsatamiz. Bu motor podushka bo'ladi. Kuroslar o'ynab ketganini ham bu joydan ko'chib ketgan. Ham jitkichlik bo'ladi, jitkichlar oqib mana shu vibratsiyaga sabab bo'ladi. Bu ikkinchi tomoni korobka podushkasi bo'ladi. Mana uni jitkichlar oqib ketgan, bu ham joydan ko'chib ketgan. O'ynab ketganning hisobiga motor detonatsiya berib qoladi. Bu ikkalovini baravar alishtirish kerak. Yo'mini emas, baravar alishtirsanglar, xudo xolisa detonatsiyalar yo'q bo'ladi. Motor bir tekisda ishlab turadi, qaltirashlari yo'q qoladi. Bemalol mashina xizmati uchun kelsanglar bo'ladi. Pastda murojaat uchun nomerlarni ham qoldirib qo'yamiz. Kelaverasizlar.